O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, eSports Uzbekistan Federatsiyasi, Full Level kompaniyasi bilan birgalikda UzReport TV hamda Football TV taqdim etadi. 17, 18, 19 dekabr kunlari Mo'ynoqda birinchi marotaba Uzbekistan Cup Mo'ynoq 2021 kibersport bo'yicha O'zbekiston kubogi bo'lib o'tadi. Sovrin jamg'armasi 30 million so'mni tashkil etadigan ushbu ochiq turnirda FIFA 22, Pro Evolution Soccer 22, CS:GO, Dota 2, PUBG Mobile va Counter-Strike yo'nalishlari bo'yicha respublikamizning barcha kibersport ixlosmandlari ishtirok etishlari mumkin. Ushbu turnirga borish uchun tashkilotchilar tomonidan bepul maxsus avtobuslar yo'lga qo'yilib, Samarqand, Buxoro, Xiva yo'nalishi bo'ylab O'zbekistonda ilk bor eSports tur tashkil etiladi va yakunda turnir mezbonligini qabul qiluvchi tarixiy va sirli Mo'ynoqqa boriladi. Murojaat uchun telefon 90 kodi bilan 818 0501. Zamonaviy yangi Mo'ynoqqa tashrif buyuring va eSport Uzbekistan bilan birgalikda kibersportdagi orzularingizga erishing.